Camila Underwear o'zimizni maxsus tiktiramiz deganda, ko'pchilik bizani Toshkentda, sexlarda o'zimizni shiti sexda tikiladi deb o'ylashayotgan ekan. Yo'q. Biz bularning hammasini Xitoy katta fabrikalarida maxsus tiktiramiz. Tiktira olishimizning sababi ham 16 yillik tajribamiz bor. 16 yildan beri optim ichki kiyim sotish bilan shug'ullanamiz. Xaridorlarimizni istek xohishlaridan kelib chiqib, kim nima xohlayotganini bilib, o'shani plus minusiga qarab turib, mana shu 10-12 yildan beri biz maxsus o'zimiz uchun juda ham ko'p dizaynlarni yaratamiz. Logomiz Camila Underwearligini sababi, o'zimiz ismim Kamila bo'lgani uchun Camila qilganmiz. Underwear bu ichki kiyim degani. Shuning uchun Camila Underwear. Bemalol, masalan, bizning mahsulotlarimizni xarid qilganingizda siz aniq bilasiz, shu tursi Camila Underwearligini yoki mayka shunligini bemalol pretenziyangiz bo'lsa ham o'sha aniq bilasiz qaysi firmaligini. Lekin biz sifatiga, bularning qulayligiga ishonganimiz uchun bemalol aniq logo qildirganmiz. Hozir bizning yana yangi logomiz bor. Bu bizning anchadan beri ishlatayotgan logotipimiz edi. Endi hozirgisi mana shu logotip bo'lgan yangi. Bemalol ishonchinglarni oqlaymiz deb o'ylayman.